Assalomu alaykum, sizlar bilan Kabir. Bugun biz sizlar bilan 1000 yillik tarix nafas ufurib turgan qadimiy Buxoroning eng mashhur maskanlaridan biri Labu House haqida suhbatlashamiz. Hali unda boshladik. Bu yer oddiy hovuz emas. Bu yerda savdogarlar dam olgan, darveshlar zikr qilgan, olimlar suhbatlashgan. Xullas Buxoroning haqiqiy hayoti qaynagan. Keling, Labu House'ning sirli tarixi va yashirin hikoyalarini o'rganamiz. Labu House fors tilidan tarjima qilinganda hovuz bo'yida degan ma'noni anglatadi. Bu ansambl 16-17 asrlarda bunyod etilgan bo'lib, Buxoroning markaziy maydonlaridan biri hisoblanadi. Ansambl 3 ta asosiy tarixiy binoga bo'linadi. Ko'kaldosh madrasasi, Nodir Devonbegi xonaqohi, Nodir Devonbegi madrasasi va shu bilan birga albatta markazdagi mashhur hovuz. Manbalarga ko'ra bu hovuzning taxminiy o'lchami uzunligi 42 metr, ba'zi manbalarda 45,5 metr deyiladi. Kengligi 36 metr, chuqurligi esa 5 metrgacha yetadi va uning suv sig'imi 4000 metr kubgacha suv sig'dira oladi va bu yerda suv Shohrut kanali orqali keladi. Bu daraxt hisoblanib, buning yoshi 500 yildan ortiq va bu ba'zi manbalarda 1477-yilda ekilgan deyiladi va bu qariyb Labu House bilan tengdosh degani. Nodir Devonbegi madrasasi Buxoroning eng mashhur tarixiy obidalaridan biri hisoblanib, 17-asrda qurilgan. U mashhur ansambl Labu House'ning sharqiy qismida joylashgan va u Buxoro xoni Imom Qulixonning vaziri Nodir Devonbegi tomonidan 1622 va 1623-yillar orasida qurilgan. Qiziq tomoni, aslida bu bino avval madrasa emas, karvonsaroy sifatida qurilgan. Ya'ni uzoqdan kelgan savdogarlar va sayohatchilar uchun mo'ljallangan joy bo'lgan. Keyinchalik Imom Qulixonning qarori bilan madrasa qilib o'zgartirilgan. Shu sababli unda odatdagi madrasalardagi katta masjid va darsxona deyarli yo'q. Arxitekturasi madrasaning eng mashhur qismi, uning ulkan peshtoqi. Peshtoqdagi bezaklarda afsonaviy humo qushi, quyosh timsollari, bug'u tasvirlari ishlatilgan. O'lchamlari madrasa umumiy hajmi taxminan 52 ga 49 metr. Ichki hovlisi esa taxminan 34 ga 30 metr. Ichki tuzilishi madrasada 2 qavatli hujralar, talabalar yashash xonalari, ichki hovli mavjud. Tarixiy manbalarga ko'ra, unda taxminan 71 ta hujra bo'lgan. 16-asrda Buxoro Buyuk Ipak yo'lining eng mashhur joylaridan biri edi va Buxoroning eng gavjum joyi bu Labu House edi. Tasavvur qiling, atrofda tuya karvonlari, savdogarlar va ziravorlar hidi, miskarlar bolg'asi ovozi va Labu House atrofida dam olayotgan sayyohlar. Ansamblning eng qadimiy binosi bu Ko'kaldosh madrasasi. U 1568-1569-yillarda qurilgan bo'lib, Shayboniylar hukmdori Abdurahmon II davrida qurilgan. Bu madrasa nafaqat Buxoroning eng katta madrasalaridan biri, balki diniy ilm maskanidir. Va bu yerda 160 ta hujra mavjud bo'lib, 100 dan ortiq talabalar bu yerda tahsil olgan. Qiziq tomoni shundaki, bu yer bir vaqtning o'zida ham masjid, ham talabalar yotoqxonasi, ham darsxona bo'lgan.
Ko'kaldosh madrasasini davlat arbobi va Amir Qulbobo Ko'kaldosh bunyod ettirgan. Madrasa Buxorodagi eng katta madrasalardan biri bo'lib, hajmi taxminan 86 ga 69 metrni tashkil etadi. U Markaziy Osiyodagi eng yirik tarixiy madrasalar qatoriga kiradi. Madrasa Buxoroning mashhur Lab House majmuasi yonida joylashgan bo'lib, shaharning eng ko'p tashrif buyuriladigan tarixiy obidalardan biridir. Ko'kaldosh madrasasining me'moriy yechimi o'z davri uchun noodatiy bo'lgan. Uning tashqi devorlari oddiy emas, balki ko'plab ravoqlar, balkonlar va bezaklar bilan boyitilgan. Ko'kaldosh so'zi emikdosh, aka-uka yoki sutdosh birodar ma'nosini anglatadi. Qulbobo Ko'kaldosh Abdullaxon II ga juda yaqin inson bo'lganligi sababli shu unvon bilan mashhur bo'lgan. Qiziqarli fakt: Ko'kaldosh madrasasi qurilganiga qariyb 460 yil bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda ham Buxoroning eng salobatli va eng yirik ta'lim maskanlaridan biri sifatida sayyohlarni hayratga qoldirmoqda. Ko'kaldosh madrasasi Buxoroning ilm-fan, me'morchilik va tarixiy merosini o'zida mujassam etgan noyob obida bo'lib, Shayboniylar davrining qudrati va ma'rifatga bo'lgan e'tiborini aks ettiradi. Haykalda afandi eshakka minib ketayotgan tasviri tasvirlangan va bu obraz quvnoqlik, donolik va hozirjavoblik ramzini anglatadi. Bu haykal 1979-yilda o'rnatilgan bo'lib, haykaltarosh Yakov Shapiro tomonidan yaratilgan. Bugungi kunda u Buxoroning eng sayyohli joylaridan biri hisoblanadi va sayyohlar va odamlar uni yoniga rasmga tushishni yaxshi ko'rishadi. Nodir Devonbegi 1619-1621 Buxoro xoni Imomqulixonning vaziri Nodir Devonbegi Buxorodagi mashhur Lab House majmuasi tarkibida hovuzning g'arbiy tomonida qurdirgan. Xonaqoh nima? Xonaqoh tasavvuf ahli, darveshlar va sufiylar yashab ibodat qiladigan hamda zikr majlislarini o'tkazadigan maskan hisoblangan. Ulkan markaziy gumbazga ega bino taxminan 27,5-25 metr o'lchamda qurilgan. Ichkarisida katta zal va darveshlar uchun hujralar mavjud. Peshto'g'i va gumbazi Buxoro me'morchiligining eng go'zal namunalaridan biri hisoblanadi. Qiziqarli fakt: Nodir Devonbegi xonaqohi nafaqat ibodat maskani, balki uzoq vaqt hududlardan kelgan sayyohlar, olimlar va darveshlar uchun mehmonxona vazifasini ham bajargan. Shu sababli u Buxoroning diniy va madaniy hayotida muhim o'rin tutgan. Kunduzgi Lab House'dagi videomiz shu yerda yakunlanadi. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, video pastdagi like tugmachasini bosib qo'ying. To'xtang, hali video tugagani yo'q. Agarda siz tungi Lab House'da ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz hozir tungi Lab House'ni boricha montajlarsiz ko'rishingiz mumkin. Marhamat.
Tunda eski shaharni ko'rish baribir ham o'zgacha va hozir biz Minorai Kalon tarafiga boramiz. Ketdik. Bu madrasa, ya'ni Abdulaziz madrasasi va uning to'g'risida joylashgan Ulug'bek madrasasi va to'g'rimizdagi Buxoro konturlaridan biri haqida biz xudo xohlasa yangi videolar olib boramiz. Bizni kuzatib boring. Biz hozir Rekston maydonidamiz va men bu yerdagi Minorai Kalon, Masjidi Kalon va Nur Arab madrasalarini videoga olishni niyat qilib qo'yganman.